Muqam varisi turg'an turdi haqqida. Qalamda Abduqodir Juma. Muqam bir hikoya. Uningda bir elning hamma tarafi muzik tilida so'zlangan. Muqam ham bir falsafa. Uningga boshqacha hayot mezonlari pirslangan. Uni bilmak, uningga yetmak, mungiga haqiqiy cho'kmak ham sir. Agar bir san'atkor yoki bir izdanguchi bir umrlik hayot musofasida chin ixlosi bilan muqamga ko'yib, u haqida izdangan va ma'lum natija yaratgan bo'lsa, balkim uningga natijalarning amaliy qimmati bilan har xil baho berish mumkin. Aniqki, mutlaq ko'p qism muqam o'rindosh va uni kuylash bilan o'tgan muqam oshinolari davr algaklarida tos qiladi. Hatto hech kimning esida qolmaydi. Ba'zilar turg'un yultuzdek muqam bilan tang yodlanadi. Oramizda muqam o'rinlabla o'tganlar talay. Tarixning esida qolganlar oz. Bugun biz bu yerda muqam haqida to'xtalmaymiz. Ammo o'zining tabiiy talanti va ishqi bilan muqam bo'laklarini takror o'rindab, el ichida muqam varisi atalgan bir muqam o'rindog'ichi haqida qisqacha to'xtalamiz. Turg'an turdi bir munavvar naqshchi, talantliq muqam o'rindog'ichi, talantliq muqam o'rindog'ichi, bir aktyor. U o'zidagi tabiiy talanti va san'at jihatdagi kasbiy tarbiyalanishda pishqan diti bilan o'zi yashab o'tgan yurtda belgilik nom qozonib, el ichidagi san'atkor sifatida yodlangan bir oddiy shaxs. U nurg'un kishilarga o'xshash oilada kuyimchan farzand, mehribon dada, mas'uliyatchan er, jamiyatda hurmat egisi. Gerçi uning hayoti olam shumul natijalar bilan kishilarning ko'zini chaqnatib, hang-tang qoldirayotgandek bo'lmasa-mu, bir yurtdagi davrdoshlarining mung'iga mung qo'shalagan realligi bilan aslashga loyiq oddiy inson. U 1958-yili 12-oyning 25-kuni talay san'atkorlarni yetishtirib chiqqan go'zal yurt Ili Bo'stonligining Qo'rg'os tavalligida dehqon oilasida tug'ilgan. Ota-onasining uning talantini bayqab fursatlarni yoritib berishi va o'zining tabiiy talanti bilan kichikidan o'z mahallasida belgilik ta'sir paydo qilishga boshlagan. U el ichidagi yerlik san'atkorlardan chalg'u chelish va naqsha o'rindashdagi asosiy mahoratlarni pishiq egilab, talantini qanotlantirgan. San'at kasbi u bir dengizga o'xshaydi. Har kim har xil zo'q oladi. Hatto ba'zilar bir umr uni bilmaydi. Ba'zilar uni har xil vosita va maqsad bilan izlaydi. Balkim topolmaydi. Ba'zilar uningga chin ma'nodan yiqilishidi, kuyidi va uningda o'lidi. Bir san'atkorning pishib yetilishi va haqiqiy san'atkor otilishi uchun uzun zamonlar ketadi. Hatto bir asr ketishi ham mumkin. Shunga san'at sohasida qancha izdangan seri uningga shuncha cho'kib, kishi qabul qilgudak narsalarni sung'ili bo'ladi. Turg'an turdi, ota-onasi uning talantini bayqab, uni san'at yo'liga yetaklagandan boshlab, san'at sohasida izdinish va o'rganishni to'xtatmadi. Turg'anning balalik chog'lari mahallasidagi qurdosh balalar bilan xushal o'ynab o'tib, hash-pash deguncha 6-7 yoshlarga kirib qoldi. Odatda o'yin o'ynaganda u boshqa balalardan farqlanib ketmasa-mu, biroq balalar o'yin ara naqshi aytishganda Turg'anning bu jihatdagi alohidligi va talanti asta-asta atrofidagilarga bilinishga boshladi. Turdi aka o'g'lining bu jihatdagi orzusi va qiziqishiga asosan uning san'at tarbiyasi elishiga qo'lidan keladigan sharoitni yaratib berdi. Bu boshlanish
Turg'anning qalbiga bir chiroq bo'lib yenib, bag'ansir yalqinlashga boshladi. Turg'an 10 yoshlarga borganda butun vujudi bilan o'rganishga, mahorat egilashga kirishib ketdi. Bo'ladigan ziroat ko'kidan ma'lum degandek, 1974-yillarga borganda u adabiyot san'at xizmatlariga qatnashib, o'rganganlarini joriy qildirishga boshladi. Turg'an turdi naqshi o'rinlash, muzika chelish, muqam o'rindash qatorliq jihatlarda o'z xosligi bilan natija yaratgandan boshqa yana sahna asarlarini o'rindash jihatdami belgilik natija yaratgan. U 1977-yili 8-oyda Qo'rg'os noyisida qo'yilgan Arshin Mal Alan degan dramada bosh personaj Asqarning rolini muvaffaqiyatli o'rindab Arshin Mal deb nom olgan. U shu natijasi bilan nohiylik san'at o'makka qabul qilingan. Keyin Chin modern dramasida bosh personaj Nodirning rolini, O'rliqa dramasida bosh personaj Hamrohning rolini voyaga yetkazib o'rinlab, xalqning qalbidan o'rin olgan. Xizmatga qatnashgandan keyin o'zining san'at iqtidori va o'rinlash mahorati bilan oblast ichi, avtonom rayon, hatto davlat ichidagi har darajalik musobaqalarga qatnashib, natijalarga erishgan. Turg'an turdining naqshi o'rinlash jihatdagi talanti Qo'rg'os noyisida shu davrda hamma e'tirof qilgan bir talant bo'lib, alohida tilga ilishga tegishlik belgilik asri Güzel Qo'rg'os temisidagi naqsha. Bu naqshining tekstini Abduqayim Hisomiddin, muzikasini Abdurahim Muhammad yozgan bo'lib, Turg'an turdi ijrosida boyiga yetib, Turg'an turdining Qo'rg'os noyisidagi kasbiy kimligi bo'lib qolgan. Turg'an turdi naqsha muqam o'rindashdan boshqa yana naqshi ijodiyati bilan shug'ullangan bo'lib, vakillik asarlaridan Ona, Yurtim qatorliqlarni sanash mumkin. Turg'an turdi yosh avlodlarni tarbiyalab vatanga, xalqqa yaramliq avlod bo'lib chiqishi uchun un-tinsiz tirishgan. Qo'rg'os noyisidagi nurg'un al ichi san'atkorlarini uning shogirdlari sifatida sanag'ila bo'ladi. U o'zining san'at hayotida muqam aytish, xalq naqshlarini o'rinlash, aktyorlik qilib sahna asarlarini o'rinlash, naqshi ijodiyati, avlodlarni tarbiyalash qatorliq jihatlarda belgilik ta'sir va natija yaratgan inson. Uning natijalarini yig'inchoqlasak tovandikicha. 1988-yili 6-oyda mamlakatlik 2-qitimliq yosh dehqon naqshchilar musobaqasiga Xinjiangdan qatnashganlarni tanlash musobaqasida munavvar naqshchi bo'lib baholangan. 1990-yili 3-qitimliq mukofotliq ijodiyat musobaqasida Güzel iliq qizlarini o'rinlab 3-darajalik mukofotga erishgan. 1992-yili 4-navbatlik mamlakatlik yosh dehqon naqshchilar naqshi etish musobaqasida ommabop uslubda naqshi etish bo'yicha 3-darajalik mukofotga erishgan. 2008-yili Jungo Xinjiang Uyg'ur muqam san'atining muvaffaqiyatli holda insoniyatning og'zoki va g'ayri moddiy meroslarining vakillik asri bo'lishiga iltimos qilish xizmatida gavdalik rol o'ynaganligi uchun ilg'or shaxs bo'lib baholangan. 2016-yili Jungo Xinjiang 12 muqam kasbiy muqam etish musobaqasida 2-darajalik mukofotga erishgan. 2021-yili 12-oyning 5-kuni kasal sababi bilan olamdan o'tgan. Turg'an turdi bir oddiy dehqon oilasida tug'ilib, san'at sohasida o'zining bir kishilik o'rnini tiklaganligidek natijasini oldi bilan ota-onasining uning kasbiy talantini bayqab, dastlabki asosni selish va san'at o'tini yoqqanligidek muhim nuqtadir. Ondan uning o'zining kasbiy talantini qanotlantirish uchun ustozlardan qitirqinib o'rganish, takror mashq qilish, jafoliq o'zlashtirishdek o'rganish ruhidir. Shundaqla idorasidagi rahbarlar va tashkilning qo'llab fursatlarni yoritib berganligidek amaliyotdan ayirib qarag'ila bo'lmaydi. Turg'an turdi oddiy bir dehqon oilasida tug'ildi. Al ichidagi yerlik san'atkorlardan o'rgandi.
partiya hukumat har xil fursatlarni yaratib astoydil tarbiyaladi. U bir umr xalqdan o'rganganlarni xalqqa qaytardi. Yuqorida deganimizdek turg'an turdi o'zi tug'ilib o'sgan yurtning va shu yurtdagi davrdosh yurtdoshlarining mung'ig'i jo'r bo'lib dil torini chekdi. Partiya va xalqning singdirgan ajriga o'z amaliy natijalari bilan javob qaytardi. Biz bu muqam varisini hurmat bilan aslaymiz va yod etamiz. Sayran bilen